Zangeta taxta bozori oldidan bir 8 sotuli xonadonimizni sotuvga chiqyapti. 2 etash 3 o'rinli o'zini terrasa qismi bilan birga hamma qulayliklari bor, под ключ. Bitta ko'rib baho beringlar. Mashina uchun joylarimiz, bu yog'imizda zilonniy zona, hamma qulayliklari bor. Endi sizlarga uyimizning ichkari qismidan ko'rsatib beradigan bo'lsam, hamma shart-sharoitlari qilib qo'yilgan. Kirganimizda bitta mashina uchun joy, bu tarafimizda asosiy bino, podvallarimizda ikkita xonalari bor, hamma qulayliklari bor, podvallarimizdan jiloy qilib qo'yilgan. Endi sizlarga bu tarafidan tushuntirib beradigan bo'lsam, bu yog'imizda kichkina zilonniy zona, bu yog'imizda letniy sanuzel, bu yoqda tapchanniy zonasini qilib qo'yilgan. Hamma qulayliklari bor. Endi sizlarga uyimizning ichkari qismidan to'liq video davomida ko'rsatib beraman. Asosiy binoni sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsam, kirib kelganimizda to'g'rimizda zinamiz joylashgan, bu yog'imizda ikkinchi etajga, bu tarafimizda podvalga. Yonginasida zalimiz joylashgan, katta qilib qo'yilgan, o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Havo aylanish uchun ideal variantda. Ayollarimiz uchun oshxonamizni o'zinglar bitta ko'rib baho bermasanglar bo'lmaydi ukalar. To'pli pollari qilingan, o'zini o'tiradigan joylari bor. Bu yoqdan ko'chaga chiqsa ham bo'ladi. Hamma qulayliklari bor. Endi sizlarga ikkinchi etajimizni to'liq video davomida ko'rsatib beraman. Etajimizni sizlarga tushuntirib beradigan bo'lsak, bu yoqdan birinchi etajga chiqishi, bu yoqda terrasa qismi. Bu yog'imizda sanuzelimiz joylashgan bo'lsa, o'zinglar bitta ko'rib qo'yinglar. Hamma qulayliklari bor. Bu yoq tarafimizda детская spalni, xohlasanglar qizlar uchun qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoq tarafimizda ham детская spalni, bolalar uchun qilib qo'ysanglar bo'ladi. Endi to'g'rimizda okalar. Bu yoq tarafimizda ham sanuzel qismimiz joylashgan. O'zinglar bitta ko'rib baho beringlar. Bu yog'imizda взрослый spalni, o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor, mebel texnika jihozlari bilan jihozlangan. Bu yog'imizda zalimizda ikkinchi etajimiz uchun hamma qulayliklari bor, o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor, to'pli pollar qilingan, plus radiatorlar ham qilingan. Endi sizlarga terrasa qismini to'liq video davomida ko'rsatib beraman. Xonadonimizning terrasasiga o'zinglar bitta baho berib qo'yinglar. Yozda o'tirgani juda ham ajoyib. Shu ko'rib o'tgan xonadonimizni sizlarga 125 ming dollar deb qo'yamiz. Pastda egalar nomerini qoldiraman, o'zinglar bog'lanib batafsil ma'lumot olsanglar bo'ladi.